Hozir minib yurgan qanaqa mashinangiz? Jiguli. Jiguli? Bugun obunachilarimizga $100 tarqatamiz. Hozirroq bizga obuna bo'ling. Uyda qanaqa mashinalaringiz bor? Yo'q mashina. Gentrami? Mashina yo'q. Gentra. Umuman mashina yo'q. Agar uyda mashina bo'lganda mana shu mashina bo'lganda $100 beradi. Uyda qanaqa mashinangiz bor? Mashina yo'q. Mashina yo'q. Cobalt mashinam bor. Jiguli bo'lganda $100 beradi. Bosmaga obuna bo'lganmisiz? Muhammad Zohir Salahidinovga obuna bo'ling, $100 beradi. Uyda qanaqa mashinalaringiz bor? Mashina yo'q hozir. Gentra. Sochiladigan mashina bor. Shuncha Gulistonni qidiryapti Husan aka. Bitta Jigulisi bor odam chiqmayapti, ha. Keyingi safar qanaqa mashinani olib chiqaylik? Kommentariyaga yozib qoldiring. Uyda qanaqa mashinalaringiz bor? Uyda umuman mashina yo'q. Yo'qmi? Mashina yo'q. Cobaltmi? Mashinamiz yo'q. Damas mashinasi bor. Bizning ikkita akkauntimizga ham hoziroq obuna bo'lib qo'ying, mana $100 dan beramiz. Hozir minib yurgan qanaqa mashinangiz? Jiguli. Jiguli? Tabriklaymiz bova. Mana shu $100 da biz topish uchun butun Gulistondan so'rab chiqdik, sizga nasib qilgan ekan, hoji bova. Mana. Alloh rozi bo'lsin. Siz ham pastda turgan ikkita akkauntimizga obuna bo'ling hamda Yashil makon loyihamizda ikkita premium uyda 12-may kuni yutib olishingiz mumkin. O'yin halolmikan? Halol. Endigi mashinamiz qanaqa mashina bo'lishi mumkin? Kommentariyada yozib qoldiring.